$7000 bilan mashq ko'rib turgan 2023-yil bor yo'q 19000 kilometr yurgan BYD Champion avtomobilini haydab chiqib ketsanglar bo'ladi. Xolasa juda ham zo'r variant okalar. Olib haydash uchun tayyor holatda, tayyor navorotlar bilan oldi qismlari polniy broni plonkalar qilingan. Kraskalarda xolos top-toza 605 km zapas qoldiga ega. 4 ta yaxshi balonlar taqib qo'yilgan. 160 gradus kamera, NFC-lar, исключёй достуp, silipoy zonalar bor. Paroglar qo'yib qo'yilgan. Salonlari ham bo'ladi. Ideal holatda qiriladigan joyga laminatsiyalar qilingan. Sidenalariga ham yaxshi nakitgacha qo'llar tashab qo'yilgan. Boshqa bo'ladi. Juda ham chiroyli. 19000 kilometr masofani bosib o'tgan, programmalar yozib qo'yilgan. Orqalari ham juda ham zo'r holatda. Tayyor BYD Champion avtomobili boshlanish to'lovi kamida $7000 bilan xudo xolasa haydab chiqib ketsanglar bo'ladi. Hech qanaqa bank va kreditlarsiz Alon Nasiya savdoga chiqarib beramiz. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib to'liq ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi. Bu videoni elektromobilda Nasiya savdoga qidirib yurgan akalarimizga bitta jo'natib qo'yasizlar.